Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 27-mo'jiza. Bir likopcha taomdan yuzlab kishi tanovvul qildi. Samura ibn Jundub radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida bo'lganimizda bir laganda go'sht, guruch va non aralashtirib pishirilgan taom keltirildi. Kelgan kishilar undan navbatma-navbat almashib peshin vaqti kirgunicha tanovvul qilishdi. Ulardan so'ng yana boshqalar kelib yeyishdi. Buni ko'rgan bir kishi, "Yana boshqa taom keltirildimi?" deb so'radi. "Yer yuzidan kelgani yo'q, ammo samodan keldi" deydi. Shubhasiz bu baraka osmondan kelgandi. Yigirma sakkizinchi mo'jiza. Arpadagi baraka. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallam huzurlariga yegulik so'rab keldi. Unga yarim vasaq arpa berdilar. U kishi doim arpadan o'zi, oila a'zolari va mehmonlari bilan birga tanovvul qilardi. Bu hol u arpa miqdorini o'lchagunga qadar davom etdi. U kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelganida, "O'lchamaganingda hamon undan yegan bo'larding. Ya'ni uning barakasi davomli bo'lib, tugamagan bo'lardi" dedilar. Yigirma to'qqizinchi mo'jiza. Yog'dagi baraka. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Ummu Malik idishidan yog' olib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hadiya qildi. Kunlardan bir kuni uning o'g'illari kelib qo'shib yeyish uchun biron yegulik berishini so'rashdi. U hech narsa topa olmagach, o'sha yog' idishni siqib, undagi yog'dan berdi. Bundan ilgari u idishdan doim yog' olib ishlatib kelardi va bu idishni siqqanga qadar davom etdi. Ummu Malik Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelganda, "Uni siqdingmi?" deb so'radilar. U "Ha" dedi. "Agar siqmaganingda hanuz foydalanarding" dedilar. Ummu Malik yog'ni ro'zg'orga ko'p ishlatganidan endi qolmagan bo'lsa kerak deb idishni siqib ko'rgandi. Va holanki ilgari u idishdan shunday olib ishlatardi. Yog' kamaymasdi. O'ttizinchi mo'jiza. Abu Hurayra roziyallohu anhu ning safar xaltasidagi baraka. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bir necha xurmo daraxti mevalarini olib keldim va Alloh taolo barakasini bersin deb duo qiling dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni oldilariga tizib qo'yib duo qildilar va menga ularni bir xaltaga solgin, qo'lingni unga kirgiz, ammo hovuchlama dedilar. Undan yedim va qanchasini Alloh yo'lida boshqalarga ulashdim. Uni belimga bog'lab tushirmasdan ko'tarib yurardim. Hazrati Usmon o'ldirilganda u belimdan uzilib pastga tushib ketdi. Boshqa rivoyatda u kishidan bunday keltiriladi. Islomni qabul qilganimdan so'ng boshimga 3 musibat tushdi. Bunga hech bir musibat tenglasha olmaydi. Ular: birinchi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotlari. Men u zotning sahobachalari edim. Ikkinchi, Hazrati Usmon roziyallohu anhu ning o'ldirilishi va uchinchisi xalta. "Qaysi xalta ey Abu Hurayra?" deb so'rashdi. "Xurmo solingan xaltacha" dedi.
Men xurmo solingan xaltachani Rasululloh sollallohu alayhi va sallam huzurlariga olib kelib, undagi xurmolarni oldim va u zot sollallohu alayhi va sallamga uzatdim. Ularni ushlab duo qildilar va 10 kishini chaqir dedilar. 10 kishini chaqirdim. Ular to'ygunlaricha yedilar. So'ng yana shunchani chaqirdim. Xullas, qo'shinning bari undan to'ygunicha yedi. Ammo xaltamdagi xurmolar qanday bo'lsa, shundayligicha turardi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Ey Abu Hurayra, agar undan biror narsa olmoqchi bo'lsang, qo'lingni kirgiz, ammo hovuchlama" dedilar. Men xaltadan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hayotliklarida Abu Bakr, Umar va Usmon davrida ham to'liq yeb yurdim. Usmon o'ldirilganda qo'limdagi narsalarga qo'shib, xalta ham tortib olindi. Undan qancha yeganimni aytaymi? 200 vasaqdan ko'proq narsa yedim.